Assalamu alaikum, terilish topidagi barliq aziz vatandoshlar. Hammanglarning tutqaruvchisini Alloh qabul qilsin. Mana bu terilish topimiz haqiqiy odamni so'yindiradigan bir top bo'ldi. Har kuni yangi mazmun, yangi temalar bilan o'ttirib chiqib, yaxshi suhbat, yaxshi munozara, yaxshi taklif fikrlar o'ttirib qo'yilyapti. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Bu topda aktif rol oynab, özünün bilgilerini aymay, muş topdaki vatandaşlara təqdim qılıbatqan həmminlardan Allah razı olsun, həmminlarının ismini atap olamadım. Toğluq inimizdən mi Allah razı olsun. Toğluq hükəm sen hər giz onda ağzımını buzub qaldım deyip məyislenmə. Həməyəd bir inimiz ezibdi. Siyaset ilmentler cədveli toğluq yadro deymiz deb to'g'ri gap shu. Shu yadrodek dal vaqtida dal joyiga tekkizib qilding. Uni shu tushunadiganlar tushunadi, tushunmaydiganlar bir tansaqni tushunmaydi. Mening ismim Qurbonjon Isomiddin, Nurgiyada yashayman. Dilyar Musabay inimizga bir 3 savolim bor. Bir-birlab so'ray uni, hamma biroqni sormaydi. Rossiya bilan Xitoyning ichki xirsida Rossiyaning hozirgi siyosiy vaziyatida Rossiya Xitoyga bilan o'zining oraliqida qalqon qilish uchun Sharq Turkistondek bir davlat bo'lib tiklanib qalqon bo'lib turishiga Rossiyaning shunday ehtiyoji bormi, orzusi bormi? Yani Rossiya shu Xitoyni bijiltizdan yo'qotishni xohlamdi, xohlamamdi. Mushaqda Dilyar Musabay inimiz bir qimmatli fikrni bergan bo'lsa. İkinci savolim, hozirgi digital dunyoda urush qaysi shaklda bo'ladi? Masalan, bir mustaqillik ko'rishi, inqilobiy urushlar qaysi shaklda bo'ladi? Biz hammamiz da'vatimiz vatan qurolsiz azat olmaydi, qon oqmay azat mustaqil bo'lmaydi. Çoxum quroldan hokimiyat chiqadi degan bu gaplarni yillardan beri ko'tarib kelyapmiz, ammo zaman bek taraqqiy qilib hozir digital dunyo qadam qo'ydi. Digital dunyoda bizning shunday qurol bilan shunday bir urush qilish imkoniyatimiz bo'lamdi, bo'lmamdi yoki hozirgi bu digital dunyoda urush boshqacharoq bo'lamdi bundan keyin. Mushaqda agar bir bilganlar bo'lsa, bir tushuncha bersa deb iltimos qilaman. Assalomu alaykum Qurbonjon Bey. Rahmat savollaringizga. To'zi ig'ir savollardan so'rab nima qilib o'tibsiz? Uruplu bitipsiz, yani bana cevap verdiğin ig'ir masala. Birincisi Suriyadagi qarindoshlarni qanday qilib bizning manfaatimiz, yani Sharq Turkistonning manfaatini a'lo bildigan qila olamiz debsiz. Amaliyotda bizning Uyg'urlarda ijtimoiy fan taraqqiy qilmaganligi uchun hamma narsani hissiyot bilan, hayajon bilan kim uzunroq, jiqroq jumlalarni davasa shunun gapini anlab ko'nib qoldik. Birinchi chet eldagi xatoligimiz, men yangi chiqqan vaqtimda nima qilgan narsam shu, masalan, Sidiq Ajrozov Amerikada. Bu odam adabiyotchi asli. Bu odam siyosat to'g'riliq bir nimalarni deydi. Amaliyot o'zining nimdatini o'zim tushunmaydi. Shuni anlab biz siyosat modalga deb mening yillarim shunday o'tirasdan desam 16-17 vaqtimdan o 20 yoshgacha. Ammo keyin bu ijtimoiy fanlarni ko'rgandan keyin asli ishning unda bo'lmaydiganligini tushundim. Shuning uchun bu Nuriddin qarindoshimiz birinchi Cumhuriyetning tarixini so'zlab leksiya qildi. Ben vaqtcha bilan qatnashamay qoldim, ammo ishi nima? Metod degan narsani ko'rdinglar. Metod. Tarix degan narsaning metodi bo'lgandek, siyosatning metodi bor. Xalqaro munosabatlar hamma sohaning o'zining metodi bo'ladi. Metodini bilmagan odam shu qalayimqan so'zlar beradi-ku.
Şuna bizde bir uyg'unish nereden başın degende işning metodini, her bir sohaning metodi var ki özünün deb tarixiy leksiyan anglagandan keyin agarda aql bo'lsa, uni anglovchilarda bu nimalardan ansiraydigan bo'ldi bir ishlarda hukm chiqarishdanchu. Men bu hukm chiqarishdan diqqat qilsam bo'ldi ki juma, chunki hamma ishning metodi bo'lsa, tarixni bunda metod bilan nim qildigan bo'lsa, boshqa sohalarga deb adam bilmaydigan narsam jihgan deb bir cho'kish bo'ladi. Asli metodni ko'rgan vaqtida adamning egosidichu, kibrida. Shuning uchun bizning Uyg'urlarning, Sharq Turkistonliklarning asli o'rganish kerak bo'lgan narsa shu metodlarni o'rganib, hamma sohaning o'zining odamlari qilsin deydigan bo'lish kerak. Bu birinchi narsa deb qo'ydigan. Hamda Suriyadagi qarindoshlarning qanday Sharq Turkistonga burg'ul bo'ldi deganda, bu yerdagi masala qarindoshi Makka mana qilayli emas. Bu yerdagi masala mingning ichida. Mingning ichida tutgan yo'l, tushungan, o'ylab olgan narsa, bu siyosat ichida, bu siyosiy bo'lgan ish bo'liqi, tarix yoki boshqa sohalar qilmaydi-ku buni hamda. Bu yerga kelganda siyosatda nima ketadi deganda ideologiya ketadi. Kallining ichida, mingning ichida birinchi muhim narsa nima? Shuni qo'yish kerak. Biz Sharq Turkistonliklar Uyg'urcha yozilgan tarixlari yolg'on deyapman men. 5 yilning yog'i deyapman. Yolg'on Uyg'urcha bilan inglizcha o'xshamaydi bir-birsiga maqol bizning tariximiz. Shuna tarixchilar vazifasini ado qilish kerak demi. Ya'ni tarixchilar haqiqiy tarixni chiqarish kerak. Haqiqiy tarixdagi qahramonlarimiz kimlar? Xatolik o'tkazgan odamlar kimlar? Yoki xoinlar kimlar? Buni arab chiqib biz o'zimizning Sharq Turkistonlikning ideologiyasini o'tirg'i qo'yanmag'ashqa bizda birisi ko'pik millatchilik, Uyg'urchilik, bu ko'pik bu. Biz peshvog'i yarmaydi tarixiy nuqtadan qaragan vaqtida, bir peshvog'i yarmaydi. Mana shuninglar. Birinchi qo'l materiallarni ko'rsak, u tarix Uyg'urchilikning bir peshvog'i uchib ketadiganini ko'ramiz. Ikkinchisi, agarda o'zining Sharq Turkistonning haqiqiy bir ideologiyasini chiqaramiz demiş oldu deganda, birinchisi tarix millatchilik, ikkinchisi tayyorlam diniy narsa ketadi. Chunki bu dunyoning ham yerida shu, g'arb davlatlarida shu. Avval bu tarix millatchilik beshini taqir tushirib o'tadigan millatchilar yoki irqchilar, yana bir tarafda xristian dinini asl ideologiya qilganlar. Bu eng asoyaga urdigan ishlar bu. Agar falsafa taraqqiy qilsa, agar ijtimoiy fanlar taraqqiy qilsa, ondan keyin boshqa ideologiyalar chiqishga boshlaydi o'sha jamiyatlarda. Masalan, liberalizm, sotsializm, sotsial demokrat, yana bir nima, hatto hozir environmentalism, feminizm, bularning hammasi shu falsafaning taraqqiy qilishidan chiqqan narsalar. Shuning uchun biz qanday qilib yolg'iz Suriyadagi qarindoshlarni emas, butun Sharq Turkistonliklarni qanday qilib Sharq Turkistonni birinchi manfaat o'rniga qo'ydigan qila olamiz deganda, siyosat ilmining metodlarini ishiltib, balki siyosiy tarix degan narsani o'rgatganda Nuriddin so'zliga o'rgatganda demaydi, so'zlaganda. Bunda haqiqiy nima bilan mangan tarix bilan siyosiy tarix degan ikki narsa bo'ladi. Endi bu yerda bir uluslar butunlay rost tarixni ishiltib, siyosiy tarixni cho'rib o'tamdi. Yoki bo'lmasa bunaqa siyosal tarix deydi, siyosiy tarix desam, siyosatning tarixi bo'lib qolmasin. Tarixni siyosiylashtirgan narsa. Buning o'z manfaati uchun xizmat qiladigan shu haqiqiy tarixning ustiga qo'yib turib, qanchaligini ishiltib turib, qanday qilib bir ulusning manfaati uchun ishiltib, bu siyosat ilmining metodidagi narsalar. Shuning uchun shu sohalar bir-biri bilan moslashgan vaqtida biz Sharq Turkistonning manfaati uchun eng to'g'ri, hech kim o'rganmaydigan dunyoda, hech kim bir material o'rganmaydigan bir yaxshi tarixni va bu orqali, ya'ni boshqa metodlarni qo'shganda ideologiyani yarata olamiz. Ideologiya, Sharq Turkiston ideologiyasi yaratilgandiki, bu menga singsa, insonlarning u vaqtida Sharq Turkistondan boshqa narsani muqaddas ko'rmaydigan bo'ladi. Bizda shu ideologiya bo'lmag'ashqa
Hamma tarafga ketib qelyapmiz. Uni qanday yaratamiz? Ideologiyani uni ayrim yerda o'tirib so'zlashadigan tema o shu sohadagilar bilan. Uning bir qancha usuli bor. Ashuni qilsa qilib chiqilib bo'ldi uni. Ama ikkinchi savolingiz bilan uchinchi savolingizga qo'shib javob berish to'g'ri bo'ldi. Ikkinchisi Rossiya Xitoy yo Ukrainani yengsa, o'zini roslasa, Xitoy bilan nim qilamdi, qarshilashib Xitoyga qarshi bizni nim qilamdi, qalqon qilamdi deganda, bu ehtimol yo'q degili bo'lmaydi. Chunki Rossiya bilan Xitoyning munosabati ikki nuqtaga qarayman men shaxsan Rossiyaning. Birinchisi, Putindan keyingi Rossiyani kim tasavvur qila oladi? Hech kim tasavvur qila olmaydi. Putindan keyingi Rossiya Putindek bir kuchli rahbar chiqmasa, u vaqtida u Rossiyada tevrab ketadi ishchi. Bu diktatorlik davlatlarning chataq yerimi shu. Bir diktator tushgan vaqtida uning o'rnini to'shqizamasa, ichki masalalar ig'irlab ketadi. Bu Turkiyada shu hozir. Turkiyada Erdo'g'an tushsa, uniki nima ish bo'lganini hech kim bilmaydi hozir. Akpartiyaga nima ish bo'ldi, Turkiyaga nima ish bo'ldi. Rossiya mashunda. Endi shu ahvolda Rossiyaning asli tahdid ko'rdig'ini Xitoy. NATO mayoq kengaymichilik qilib, Gruziyani olamiz, Ukrainani olamiz deb kengaymichilik qilmagan bo'lsa, NATO o vaqtida Rossiya meningcha Xitoyga markazlashadi bu vaqtcha. Chunki Xitoy haqiqiy nupus bilan kengaymichilik qiladi. Bu NATO'ning harbiy kengaymichiligi a'zo qo'shishi Rossiyani qo'qatdi demlik ansiratkashga bu Yevropa bilan bu Rossiyaning kirishib qabatqani shu. Endi hamon bir kuni uning hamma tadqiqotchilarning o'ylaydigani shu, hamon bir kuni bu Rossiyaningki Xitoy bilan bo'lgan tahdid hamon bir kuni masala chiqaradi. Endi masala shu kunga bag'icha biz qalamdiq. Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar qalamdi. Xitoy shuning uchun yo'qotib bordi bizni. Agarda biz nimadan qilib qolsak, ya'ni Sharq Turkistonliklar o'zining mavjudligini qo'llab oxirgi kunga chiqar davomli eshaga bora olsa, u vaqtida yana bir fursat keladi aniq. U yerda Rossiyaning qanday rol o'ynaydiganini shu vaqtdagi ahvolda ko'ramiz, ammo Rossiya shu Amerika bilan hamkorlashib turib Xitoyga qarshi turish ehtimoli cho'ng. Endi uchinchisi bu robotlar, mashinalarni qilib ketgan tursa, bu hozirgi insonning askar bo'lib urush qilishning foydasi bormi debsiz. Yanada eminasining markaziy inson. İnsan bo'lmay turib, yana bu ishlar bo'lmaydi. Masalan, hozir ko'raylik, Ukraina bilan nima qanday urushdi, Rossiyaga qarshi Ukraina qanday urusha oladi, 5 kunda yeydi deganlar batdi. Ama ko'rdik Ukraina yana urushyapti Ruslarga qarshi. O İsrailiya bu G'azzani tuzlab o'tdi, yeydi deyapti. G'azzadagi necha ming kishilik yanatiga kirib olgan qurolli kuch İsrailiyani yana harbiy jihatdan dunyoga rasvo qildi. Hozirgacha alamadi. Qancha oy bo'ldi? 5 oy bo'ldimi? Shuning uchun bu inson faktori birinchi o'rin turdi. Insonning ruhiy motivasyoni, morali, insonning qanchalik shu ishga ishonganligi bu birinchi o'rin turdi. Unga yana bir narsa bor. Bugungi urushlar o kadar qimmatki, o kadar costly deydi-ku, o kadar nima ketadiki, 3 dunyo urushini uchun mendaq analiz qildi, tasavvur qilganda mendaq agar o'shda bir urush chiqib qolsa, oldidagi bir 6 oy davlatlar qo'lidagi ilg'or qurollarni ishiltib bo'lib, bir-biriga etib bo'lib, oxirisi yana shu Kalashnikov bilan yana odatga urush qilinib qoldi deb qaraydi. Masalan, shu Rossiya va Ukrainaga qarasaqmi, 5 tikchorlar, tanklar, aeroplanlar gum-gumbang bo'lgan, oxirsida uning maliyati ko'tarilgan sari, chiqimi o'rlagan sari, oxirsida nimaga tushdi? Yana ikki taraf okop qo'lab, bir-biriga AK Kalashnikov bilan bir-biriga etishyotdi. Shunga robotlar chiqamdi yoki nimalar chiqamdi, jangning ekonomiyasi deydigan bir shu, pulni ko'tarilish kerak. Mesela Amerikalar Xitoy urushlarni tasavvur qilgan yoki shuni analiz qilgan analizlarga qarasaqmi, 5-6 oyda asos qurollarni ishiltib bo'ldi deydi. Andiki yana shu 2 dunyo urushining parisiga yana shu zimindagi askarlarga qoladi ish.
deb mındaq analiz qiladi-ku. Chunki urushning chiqimi davlatlar uni undaq başdan oyoq urush boshlab birinchi kundan oxirgi kunigacha eng ilg'or qurol ishlatishni u yanchiq ko'tarmaydi yani. Shunga inson faktori hamını muhim. Eng muhim narsa inson faktori. Onun qanchalik urushga bo'lgan qanchalik intilishi, motivasyoni, ashuni qancha xohlaydigini, ya'ni Sharq Turkistonliklar bir intiqom marshi ezish kerak deyman u. Sharq Turkistonliklarning ruhiga bir intiqom degan narsani singdirish kerak avlodlarga, buniki bolalar hammasiga. Ana shu vaqtida o'sha ishchidagi intiqom marshi bilan singan ruh onunğa kelgüsüde motivation berdi. Qanchalik xohlaydiganligini belgilaydi yoki shu yerda rol o'ynaydi. Mushunchalik javob bersam yetarli deb o'yladim endi. Rahmat. Kam qolgan yerlar bo'lsa, so'rasangiz javob berishga tirishaman.